Max Tuningdagi navbatdagi avtomobilimiz Vayak Free avtomobili. Bu avtomobilga bizni oldi laboylariga sonzashni plyonkalar qilib berdi. Temni turadigan qorasidan. Oldi yon oynalari 70 talik Rhino bo'ldi. Orqa yon oynalari, fortushkasi, laboylari 100 talik Rhinodan tonirovka qilingan holatda turibdi. Bu avtomobilimizga yana rusifikatsiya xizmatlari ham qilib berilgan. Holisi tayyor. Endi plyonkalarimizni ichidan qanaqa ko'rinishini ham ko'rsatamiz. Tashqaridan ko'rasizlar, mana shunaqa beton bo'lib turadi. Endi ichkaridan ko'rinishini ham ko'rsatib obzor qilamiz. Xo'p. Nakitkalar taqilgan, premium klassdagi poliklarimiz bor. Xo'p, plyonkalarimiz oldi yon oynasi 70 talik, plyonka yo'qdek ko'rinyapti. Orqa yon oynalari va bo'ylari 100 talik, plyonka yo'q yashashini ham beradi, qaranglar. Maza haydanglar, xudo xolisi. Torpedka chexol, nakitka, polik, приложение, rusifikatsiyalar ham qilingan, xudo xolisi. Xullas, mana shunaqa xizmatlarimiz qiziq bo'lsa, kimgadir bemalol Max Tuningga murojaat qilaverasizlar. Bizlarni kuzatishda davom etinglar, bizdan uzoqlashmanglar. Max Tuningdagi Vayak Free tayyor holatda.